Qimorxonadan chiqib kelayotganda uyat aradi. Hozir uydan chiqmaydi. Ko'rpasidan turmaydi. Shunday o'tirib o'ynab qo'yapti qimorda. Alloh shundoq qilib sizlarga o'z oyatlarini bayon qiladi, shoyatki tafakkur qilsangiz. Alloh taolo bayon qilib berdi. Oyatda qimor bilan aroqni zararligini. Mana shu bayonni inson eshitdi. Endi xulosa qilib amal qilishi inson o'zining ixtiyorida. Oyatni takror o'qiymiz. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, aroq, qimor, butlar, cho'plar bilan fol ochishlik shayton amalidan bo'lgan harom ish. Shaytonning ishi ekan. Shayton bizga dushman, birodarlar. Shayton hech qachon bizga, iblis bizga foydamizni gapirmaydi. Bas najot topishinglar uchun ulardan uzoq bo'linglar.